Tayyormisizlar? Sportga qo'ydingizmi? 1, 2, 3. Gentra kuchlimi, Cobalt kuchlimi degan savolga bugun nuqta qo'yamiz. Men aytaman, Gentra kuchli, og'ir mashina desam, Farhod akam aytayaptilar. Cobalt baribir kuchli. Agar Cobalt yutsa, obunachilarimga Cobalt sovg'a qilaman. Cobalt beraverasizmi? Beraveraman. Agar Gentra yutsa-chi? Gentra yutsa, yangi Gentra sovg'a qilaman. Gapmi aka? Gap. Agar Cobalt yutadigan bo'lsa, akalar, mana shu Cobalt sizlarniki bo'ladi. Agar Gentra yutsa, yangi salonni olib beraman dedilar. Xullas, Gentrachilar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar. Men hozir Buxoroga kelganman, tanishinglar. Farhod akam 15 yildan beri qurilish sohasida ishlaydilar. Mega House kompaniyasining asoschilari bo'ladilar. Orqamda ko'rib turgan domlarni Farhod akamga qurishgan, Toshkentda ham katta loyihalar qilishayotgan ekan. Buxorodagi akalar kelib mashinadan dom xarid qiladigan bo'lsanglar, Farhod akam sizlarga zo'r prizlar tayyorlab qo'yibdilar. Undan tashqari bo'lib to'lashga 60 oyga ham olsanglar bo'lar ekan. Okay? Qolganini boshlaymizmi? Dilshodjon, boshlaymiz. Faqat bitta sharti bor. 3 marta tortib ko'ramiz. Gap yo'q, aka. Tayyormisizlar? Sportga qo'ydingizmi? 1, 2, 3. Voy, birinchi papitga yutqizib qo'ydik-ku. Ikkinchi papitga 1, 2, 3. Voy, arqon uzilib ketdi-yu. Xullas bo'ldi, Gentra yutqizib qo'ydi. Gentrachi akalar, uzr endi Cobalt sizlarniki bo'ladigan bo'ldi. Nima dedim Dilshodjon aka? Cobalt kuchli ekanmi? Ya, gap yo'q aka, Cobalt kuchli ekan. Aka, eng muhim savol, mashinani qachon, qaysi paytda o'ynaladi, qanaqa shartlari bor yutib olishni? Hech qanaqa sharti yo'q. 10-noyabr kuni mana shaxsiy akkauntdagi obunachilar o'rtasida g'olibni aniqlaymiz. Faqat sizning obunachilaringiz o'rtasida. Faqat meni obunachilarim o'rtasida. Gap yo'q aka. Ikkinchi mashinani masjiddan dom xarid qilgan insonlarning orasidan tanlab olib, 15-oktyabr kuni mana shu 3 kundan keyin Telegram kanaligida, Telegram kanali silkasi, profilli shapkasi turibdi. Shundoq kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, dahshat chegirmalarda uylarni xarid qilishingiz mumkin. Podkastlar ham boshlanayotganlari ham bor. Ham Cobalt berishyapti, ham obunachilarga Cobalt berishyapti, ham 60 oyga bo'lib berishyapti. Bundan ortiqsiga nima kerak? Prosta Instagramdagi, Telegram shapkaga kirib, obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa, o'sha kuni shu domlarni zo'r narxlarda olishingiz mumkin. Okay? Ishingizga omad, baraka toping, sizdagi saxiy odamni ko'paysin.